O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 20-yanvardagi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasini raqamlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 11-son qaroriga asosan joriy yilning 1-fevral sanasidan boshlab ishlab chiqarilganiga 50 yil va undan ortiq bo'lgan transport vositalaridan foydalanish va ularni qayta ro'yxatga olish taqiqlanadi. Shuningdek, ular davlat ro'yxatidan chiqariladi. Bundan antikvar avtomototransport vositalari mustasno. Ma'lumot uchun, antikvar avtomototransport vositalari tarkibiga ishlab chiqarilganiga 50 yil va undan ortiq bo'lgan asl holati, ya'ni tashqi ko'rinishi, tuzilishi, asosiy agregatlari saqlab qolingan transport vositalari kiradi. Yaroqsiz avtomototransport vositalari, shu jumladan ishlab chiqarilganiga 50 yil va undan ortiq bo'lgan transport vositalarini hisobdan chiqarish uchun fuqarolardan quyidagi tartibda arizalar qabul qilinadi. Arizamning mazmuni shundan iboratki, menga tegishli bo'lgan 1971-yilda ishlab chiqarilgan VAZ 2101 rusumli 50W001WA davlat raqam belgili avtomashinam ishlab chiqarilganiga 50 yildan oshganligi sababli hisobdan chiqarishingizni so'rayman. Ichki ishlar organlari xodimlariga avtomashinamning bir juft davlat raqam belgisini va qayd etish guvohnomasini topshirdim. Arizaga fuqarolik pasportim nusxasini ilova qilaman. Hurmatli hamyurtlar, ushbu talablar eng avvalo yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, insonlar hayoti va sog'lig'ini asrashga qaratilganligini unutmasligingizni so'raymiz. Agarda sizning ham avtomototransport vositangiz mazkur toifaga kirsa, uni belgilangan tartibda hisobdan chiqarish tavsiya etiladi.